Assalomu alaykum hamyurtlar, hammalaring yaxshimisizlar? Men Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qulqulamakoyda yashayman. 6 yildan beri shunday holatdaman. Oyoq-qo'l ishlamaydi. Baxtim o'rtoqlarim bor ekan, mana kelasiga birga ishga chiqib turaman. Endi imkoniyatim yo'q. Shu uyimda bir remont qilish kerak. Ariq tomoni ko'chaga yorilib ketib yiqilyapti. Shunga imkoniyat darajada yordam bersalar deb murojaat qilayotganidan. O'zim Niyoz Muzaffar 1986-yil tug'ilganman. Shu xonadonda yashayman. Qo'llarimdan kelganicha yordam berishlarini so'rab iltimos qilayotgan edim. Bu holatga daryo bo'yida o'tirib qayiqqa sayraganda qayiq lapangliganda oyog'im umurtqa toshga tushgan. Unda 3 ta umurtqa sinib qolgan ekan. Endi hozir operatsiya qilib bo'lmas ekan. Kamiga suyak yemilish bor, ko'ksak trosma der ekan. Unga ancha pul ketar ekan. Nega oyoqqa turmancha operatsiya qilib bo'lmas ekan, hech bo'lmasa. Endi o'zimni orttira olmayapman. Shuning uchun hech bo'lmasa shu uyimni sal remont qilib, mana shu ko'chaga o'rnamasdan to'g'rilatib olishim kerak edi. Shunga iltimos qilib yordam so'ragan. Pensiya chiqishi 1.300.000 ga yetmaydi. Ammo lekin ikkita farzandim bor. Ikkalasi ham qiz, Xudoyim bergani. Yana bittasi bor, endi unisi aliment oladi, 930-70 shunaqa qoladi menga. U endi o'zimda to'g'risi gap yaralar bor. Undan ortmaydi. Imkoniyat darajada iloji bo'lsa yetmay ham qoladi endi. Shu holat. Endi ko'rib turibsizlar mana. Yomg'irlarda yo'llarda yuraverayapti. O'zim imkoniyatim yo'q, qila olmayapman. O'zingiz qayerda ishlamaysiz? Ayolim ichkiga ketolmaydi. Majbur menga qaramasa birov men bir yerga yurolmaganman. Yaptim seni ushalmasam iloji yo'q. Ichkida ishlamaydi, u ham men ham ishlamayman. Farzandlar bittasi 3 ta o'qiyapti, bittasi 6 yosh. Kichkina yosh bo'ladi. Shunga endi iltimos qilib so'rayapman. Xalqqa endi shu imkoniyat darajada yordam berishlarini so'rab, shu endi o'zlari ko'rib bir videoda bilib holatni yordam berishlarini shu so'rab qolaman. Boshqa nima ham derdim endi. Allohdan so'raymiz, Xudo xolasa shifo bersa, oyoqqa turib kelsak, endi men imkon darajada Xudo xolasa meni qaytara olmayman, lekin hammalaridan duo qilish imkoniyatim bor, duo qilib turaman. Hammalariga rahmat. Shu Xudo xolasa hammaga Allohdan qaytaradi baribir. Hech kimni tanimayman, kim jo'natadi, kim yo'q. Men qaytara olmayman. Rozi bo'lsa, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Allohim hammaga beraversin. Endi hech narsadan qismasin. Shukr. Ulug'aygan kuni hayit bayramlari bilan kelayotgan hammalarga tabriklayman. Hammalaringga rahmat. Eshitayotganlar. Aka, numaringizni qo'yaman. Yordam bergan, kelgan, sog'or deysan. Aka bilan aloqa chiqadi. Xudo xolasa. Savatimiz xolos. Ha, Xudo xolasa. Hech kim Allohdan qolgan. to'g'ri, Allohim nima buyurgan bo'lsa shu bo'ladi-da, iloji yo'q. Peshinamizda bor ekan. Yuribmiz mana, Xudoga shukr. Umrimiz bor ekan. Endi imkon darajada shu oyoq hozir ham sovqotganman, yankalarni ham olmayman. Sovuqlik qiladi. Issiqda eshikka chiqaman, salqinda uyga qochaman. Tilta yoqib o'tiraman, hozir ham sovuqlik qiladi, to'g'risi gap. Shunga og'anim yo'q yankalarni ham. Ichkarida ko'rib turibsizlar holatni, juda achinarli holat. Kerak bo'lsa bu yerda odamlar molxona ham qilmaydi. Qo'pol qilib gapirganda qancha qo'lidan yordam keladi, Xudo xolasa. Alloh o'zi ihson qilamni, Alloh o'zi qo'llar. Inshaalloh. Mana bu yer gazxona ekan. Mana. Holat juda achinarli.